Bu emblemadagi avtomobilni haydash hamma o'g'il bolani orzusi. Bitta like bosib qo'ying. Mercedes-Benz EQE 350 plus elektromobili. 350 o'zi bas, bu plusi. Mashinaning turushlarini qarang. Tiniq zo'r holatda turibdi. Like bosib turib, hamma yaxshi ko'rgan insonlaringizni tarqatib qo'ying. 2022-yil 23 dan olib haydalgan ekan. Mashinaning kuzovlari 23. Balonlarni ham taqib qo'yibdilar, hali 1000 kilometr ham yurmabdilar. 360 kameralari bor. Ближайший ruchkalarini qaranglar. Mercedes-Benz brendlargacha to'xtashagan. Tayinlovchi ruxsatnomalari bor. Bezramishli oynalarda, salonlarni qarang. Hamma narsasi bor. Head-up, mid-up hamma narsasi bor. Sirenalarni ham chiroyli qilib ishlab qo'ygan. Hamma havas qilib mashinasiga qo'yadigan Mercedes reflektorlari original. Mana asfaltlari ham kechqurun yonadi. Salonlari zo'r holatda turibdi. Kattagina monitor, kattagina panorama, lyuklari ochiladi. Tiniq ideal holatda. Ko'zalarning holati ham zo'r turibdi. Orqalariga chiqaring. Haqiqiy ko'ja. 600 kilometr atrofida zapas xod ko'rsatgan, 600 dan oshiqroq ko'rsatgan. Tiniq ideal holatda haydalgan mashina. Mana shu joyda ozgina pitnochasi bor ekan. Qolgan joylari top-toza. 23 dan olib haydalgan. Maza qilib haydayman deganlar ham turishini qarang. Like bosmagan bo'lsangiz, ham bitta like bosib qo'ying. Narxi ham zo'r bo'ldi. 38900 dollarga mana shu mashinani telefon qilib bosib olsangiz bo'laveradi. Yoki tanishlaringiz birortalari olib olishar. Agar siz olmasangiz ham yaxshi niyatda like bosib qo'ying. Bir kun siz ham biz ham mana shu mashinalardan haydab yuramiz.